rolach głównych. Kseno, obcy. Xo'sh, og'ayni. Yo'qolib qolgandan ko'ra o'lganing yaxshi. Alvido, kalta kessakcham. Salom oyi. Erta turdingmi? Shunday, bugun kunduzi bo'shmisiz? Do'konga Gremni ovqatiga olib boraman degandingiz. Qaysi Gremning ovqati? Ilon. Nega bunaqa sovuq hayvonlarga yopishib olgansan? Xayrli tong azizam. Nima? Salom, xayrli tong. Tarbiyangga e'tibor berilmasa, xuddi mendek bo'lib qolasan. CS Dual, yuqori sifatli ish. Seymur 2-jahon urushi qatnashchisi ekanini aytsak, Seymur nega o'z joniga qasd qilganini kim biladi? Yosh qizchaga tegingani uchun o'zini otgan. Hey, Reni. Seymur nega joniga qasd qilgan? Haligi balki bu dunyoda o'z o'rnini topolmagani uchundir. Davom et. Seymur urushda qatnashgan.
ko'p narsalarni ko'rgan, lekin xotini uni aldagan. Ya'ni xiyonat qilgan. Ayoli uni tushunmagan, hech kim tushunmagan. U juda ham yolg'iz edi. Mayli, hamma tinchlansin, bo'ldi. Sibil bilan suhbatlashayotganda u xayoliy banan balig'i haqida to'qima yasaydi. Bu joy bo'shmi? Ha, o'tiraver. O'tgan haftada rangli kaltakesaklar haqida gapirganing juda yoqdi. Kaltakesaging bormi? Ismi nima? Afsuski, endi esa yo'q. Nima bo'ldi? Oyimni yigiti uni o'ldirgan deb o'ylayapman. Rostdanmi? Yo'q. Hazillashdim. Kechir. Uni o'ldira olmasdi. Nima deding? Qara, tinchgina ovqatimni yesam maylimi? Iltimos, signaldan so'ng ovozli xabar qoldiring. Salom oyi. Bu men, qizingizman. Unuting. Xo'sh, ahvollar qalay? Yaxshi. Yana qanaqa? Yaxshi. Ajoyibmi? Ma'qulmi? Kech kelganingiz ma'qul emasdi. Kun og'ir bo'ldi. Meni kechir. Ishdami? Demak, ishga bormagansiz. Jim bo'l, Reyni. Yaxshi. Menimcha doktorga qo'ng'iroq qilib, retseptingizni tekshirib ko'rishni so'rashingiz kerak. Dorilarim joyida. Ertalab boshim og'ridi. Yaxshisi, gaplashmaylik. Yana urushib qoldingizmi? U bilan birga bo'lishga majbur emassiz. Yana boshlama. Bizga yordami ham tekkani yo'q. Uyimizga kelib, ovqatini yeydi, ichadi. Chesning o'z qiladigan ishlari bor. U ablahoya garov o'ynaymanki, u mushuklarni motor yog'iga botirib qiynagan, qurbaqalarni ham ezib o'ynagan bo'lsa, Bas qil. Uni yaxshi bilaman. Unga kerakman. Bu esa ajoyib. Kerakli bo'lish. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. salom Grem, qorning ochdimi? Va'da qilganimdek, mana olib keldim. Boshqa unday qilmagan. Ovqating bu yerga kelguncha yaxshilab tozalangan. Bunday qilmagan, xo'pmi? Kelishdigi, do'stgina. Bo'pti, mayli. Ovqatingni ye, shirin iloncha. Bilasanmi nima, Grem? Sen meni eng yaqin do'stimsan. Bu qanday dahshat. Kecha kechqurun tirnalgan joyi yo'q edi, lekin bugun ertalab paydo bo'lib qopti. O'z-o'zidan qirilib qolibdi. Bunga nima deysan? G'alati-ya? Balki bu shunchaki avtoturargohdan. Bu shunchaki avtoturargoh emas, ahmoq Linda. Sababini aytmoqchi edim. Senga gapirayotganmidim. Hamma o'zini bossa yaxshi bo'lardi. Kechasi bilan uy oldida turgan mashina qanday qilib ertalab qirilib qoladi deb aytayapman. Ha, pechda yomon hid kelyapti. Uni tozalash kerak. Sichqonni isitishga qo'ygandim, keyin tozalayman. Nima? Pechga o'lik sichqonni soldingmi? Ishqilib birinchi pizzani isitganmiding, Linda? Pizzani men qildim. Unda duxovkadan foydalandim. Men esa salatni tayyorladim. Shundoq pech yonida. Sanitariyaga to'g'ri keladimi shu? Hamma yoqda o'lik sichqon. Qanday jirkanch. Siz esa pepperoni yeyapsiz. Buni hozir gapirgan gapimga nima aloqasi bor? Cho'chqani orqasidan qilingan go'shtni yeyapsiz, lekin hech nima demadingiz. Sizga shunaqa go'sht yoqsa kerak-da. To'g'rimi, otajon?
Reni, iltimos ketma. Bu nimasi? Mayli. Hoy, kamerang bormi? Voy. Hozir 21-asr, hammaning yonida kamerasi bor. Menda esa yo'q. Sendan tashqari. Telefon kamerasini aytmayapman. Haqiqiy video kamera haqida so'radim. Uy filmlari uchun darsda senda borligi haqida aytganding-ku. Ha, singlim tug'ilganida oyim sotib olgandi. Berib turasanmi? Oyimga bu fikr unchalik yoqmaydi. Menimcha bermasa kerak. Iltimos, faqat bir kunga xolos, iltimos. Yaxshimisan?
Biroz terlaganga o'xshaysan. Yo'q, hammasi joyida. Shunchaki men oyingga qo'ng'iroq qilib, seni olgani kelganda kamerani ham ola kelishini ayta olasanmi? Meni bobom olib ketadi. Mayli. Ingliz tilingni qilaman. Matematikadan zo'rsan, lekin essay yozishni yomon ko'rishingni hamma biladi. Shuning uchun Xo'sh, hamma ham unday o'ylamaydi. Xo'p, mayli. Qarang kim kelibdi. Ayni vaqtda. Kelib o'tirsang yaxshi bo'lardi. Bugun atayin senga bir narsa bergani ishdan erta javob so'ragandim. Hozir ko'rsataman. Bu meni birinchi kunimdan. Omadni qarangki, ertaga ikkinchi kun ekan. 24 soat deb yozilgan. Xo'sh, Buni sizga berishganiga 18 soat bo'lgan. erta uxlashga yotib, erta uyg'ongandan hisobga o'tadi. Meni chalg'itding. Gap shundaki, oyingni hurmati uchun sen bilan biroz kuchliroq harakat qilishimiz kerak. Ikkimizni o'rtamiz yaxshilanishi uchun ham shu chipni olib keldim. Men borib yuvinib kelaman. Ha, keyin kechki ovqatga biror nima buyurtma qilsak-chi, o'ylab turing. Men tez chiqaman. Kutinglar. Bilaman, hozir u juda qo'pollik qildi, lekin harakat qilyapti. Kechirim ham so'ramadi-ya. Cheysning quroli. Uy vazifasi vaqti. Bezovta qilmang. Oy, bu hidga to'lib ketibdi-ya. Nima topdim ekan? Jirkanchligin, ha? Hidiga ham chidab bo'lmaydi. Mostbet orqali pullaringizni ishonchli ko'paytiring. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Qulog'im. Meni ismim Rene Romik. Men hozir tarixda birinchi marta sizlar uchun yaxshi. Ha. Eng so'nggi tarjima filmlar. Faqatgina Men ismim Rene Romik. Buni ko'rib turgan bo'lsangiz, oyimga nima bo'lganini ayting.
Uning ismi Linda Romik. Nima ekan o'zi u? Mayli, tinchlan. Tinchlan. Tinchlan, qani tinchlan, bo'la qol tinchlan. Hammasi yaxshi. O'lganmikan? Buni yaqinidan olish kerak. O yo'q, qo'rqma. Bu meni oshqozonim. Qornim ochdi. Ochmisan? Mana. Yaxshi. Mazali. Yeysanmi? Yeysanmi? Yaxshi. Shundan qo'rqayotgandim. Aytmoqchimanki, senga buning uchun rahmat demoqchiman. Yaqin 5 yilda eng boy odamni yaratyapsan hozir. Ular seni qidirishyapti. To'g'rimi? Gapimni tushunyapsanmi, yo'qmi bilmadim, lekin harakat qilib ko'r, xo'pmi? Kelishdikmi? Yomon. Yomon, xavfli. Ular seni ichak-chavog'ingni chiqarishmoqchi. Ishon, bunaqalarni ko'p ko'rganman. Xo'p, mayli. Yaxshi qol. Og'ayni. Sen meni dunyodagi eng boylardan biriga aylantirasan, maxluqcha. La'natda. Qurol. Ko'chagami? Yo'q. Qornim ochdi, xolos. Sovuq qotdingmi? Sovuq. Kalitlarimni ko'rmadingmi, mabodo? Yo'q. Bilasanmi? Meni ahmoq qilib ko'rsatishni yaxshi ko'rsang kerak, a? Ha. Menimcha ancha massiz. Asabimni buzib onangga aytib yurma. Har holda uni xafa qilmassan.
ket. Ket. Mayli. Birga borishing mumkin. Uyga ilonni olib kelganimda tepa sochi tikka bo'lganda, endi o'zingni tasavvur qil. Undan tashqari ahmoq yigiti ham bor. Seni ko'rishi bilanoq boshingni oladi-da, arzimagan pulga borib, bir dunyo aroq olib keladi. Bu aniq. Yana ochiqni aytsam, kechasi qo'rqinchli ko'rinar ekansan. Shuning uchun tezda qurolni topamiz, keyin xayrlashib, uyimizga tarqalamiz. Kelishdikmi, Maxluqjon? Hoy, qanisan? Bo'ldi, hazillashdim. Qayerdasan, hoy? Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Kela qol. Hech kim bu yerga kirmaydi. Bayramlardan tashqari, menimcha shu joy bo'ladi. Yura qol. Bo'ldi. Yaxshi, shu yer bo'ladi. Yaxshi. Kimdir kelsa, yashirinib ol. Tushunarli-a? Sen haqingda albatta hech kimga gapirib o'tirmayman. Hech qayerga ketmagin. Shu yerda jim o'tirgin, xo'pmi? Jim o'tir. Xuddi shunday. Yaxshi. Barakalla. Unda men ketdim. Kecha qidiruvni to'xtatmaslikni so'ragandim. Braunga aytgandim, vaqtimiz tig'iz. Florensiyada kuchni yoqtirishmaydi. Byurokratiya bu kichik odamlar tomonidan boshqariladigan ulkan mashina. O'zing o'ylab topdingmi? Yo'q. Buni ko'p qahva ichib bo'lgan bir fransuz odam aytgandi. Texnik xodimlarni ko'ringchi, ularga keraksiz. Albatta. Qani hamma? Labbay janob. Jihozlarni to'plab yonimga. Ko'taring, Linda. Reni, nima gap? Nega darsdamassan? Tashqariga chiqqandim. Hozir bandman, ketishim kerak. Nima gap? Ha, nima, hozir ishga ketyapsizmi? Ortimdan kuzatmoqchimisan? Buni yomon ko'raman. Shunchaki so'ragandim. Shunchaki. Uyga qachon qaytasiz shunda? Hoy. Yangi yil uchun bu juda ham qo'rqinchli ko'rinsa kerak. Yana bilmadim. Philips. Arzon narsa bo'lishi mumkin, lekin juda ham mazali. Nimadir yeyishing kerak-ku, axir.
O'zing bilasan. Jordan, Men. Lauren, Men. Ford, Men. Gil, Genry, Men. Rene. Rene, Yo'q. Reneni ko'rmadingizmi? Bu meni xonam. 4 devor va arava. Xonam o'zimga juda ham yoqadi. Hoy. Genry. Hoy, to'xta. Uni yeb bo'lmaydi. Mumkin emas. Tushundingmi? Yaxshi. Buni ismi Grem. Grem bu esa Grem. Bu Kruk. Ana endi do'stlarimiz. Do'stlarni esa yemaymiz. Xo'sh. Do'stlarni yeb bo'lmaydi. Menimcha uni qo'rqitib yubording. Qo'rqayotganingni bilaman. Bilaman. Qo'rqma, men bilansan. Seni qo'limdan kelgancha himoya qilishga va'da beraman. Ishon menga. Unga faqat mahalliy kanallar yoqadi. Ancha eski. Aslida men ko'rgim keladigan hech nima yo'q. Achinarli. Bu uy ham menga yoqmaydi. Eski. Kompyuterimiz ham eski. Oyimning xonasi uni ko'rgin kelmasa ham kerak. Devordagi yozuvni ko'rdingmi? Hatto uyga vazifamni ham qilmayman. Nima qilsin? Boshqa ilojim yo'q. Chinursan. Tur. Bor. Ket. Bo'la qol, bo'l. Qani kela qolsang-chi, bo'l. Salom, xonim. Gil Lopezman. Rene bilan birga o'qiyman. Unda kameram bor edi. Yo'q. Bu ahmoqlik. Uyda nimalar qilding o'zi? Maktabga nima uchun bormading? Erta keldim. O'zimni yaxshi his qilmadim, shuning uchun kechiring. Issig'ing bormi? Yo'q. Men hozir yaxshiman. Unda dori ichib ol. Albatta, ichib olaman, xavotir olmang.
Shoshmang. Maktabda yo'qligimni qayerdan bildingiz? Salom, Rene. Qaytarib ber. Ko'rishga haqqing yo'q. Kamera meniki, haqqim bor. Nima bu? Ishing bo'lmasin. Kamerani ber dedim. Xo'sh, avval menga ko'rgan narsam nimaligini aytasan. Haqiqatni eshitishni xohlayman. Nimaligini bilmayman. Pul ishlab olaman deb videoga olgandim. Cho'lda ko'rib qoldim, lekin qochib ketdi. Endi yo'q, tushundingmi? Gapim tamom. Ber. Aldama. Aldamayapman. Aldayapsan, nimanidir yashiryapsan. Kamerani ber dedim, Gil. Yaxshi. Endi menga nima ko'rganingni ayt. Yo'q, endi ket. Kamera meniki axir. Kamera oyimniki deganding. Nimaligini bilishga haqqim bor. Xo'p, faqat ovozingni pasaytir. Videodagi bo'lmagan narsa Bigfootga o'xshab. Xotirasini ber. Yo'q. Men bilan o'ynashma, Gil. Tasmani ber dedim senga. Yo'q dedim. Bu yoqqa ber. Ber bu yoqqa. Qo'y. Bir daqiqa. Bilaman, bu shaxsiy xonang. Lekin men o'ylaymanki eshik ochiq turishi kerak. Mayli. Yaxshi. Kechiring. Endi keting, iltimos, oyi. La'natda, Gil. Xo'sh. Endi nima? Endimi? Haqiqatni ayt. Hammasini bilishni xohlayman. Hammasini. Yo'qsa kasetani politsiyaga beraman. Yaxshisi orqa eshikdan chiqaman. Oying yaxshimi? Ha, yaxshi. Ba'zida xafa yuradi. Ke, oyim haqida gaplashmaylik, iltimos. Ishonching komilmi? Chindan ko'rishni istaysanmi uni? Cho'lda bunaqa mavjudot yurishini bilmagandim. Shunaqa ekan lekin. Bu eski omborxona, eski narsalarni saqlaymiz xolos. Qo'rqma. Men keldim. Gil. Qo'rqma, Gil. Gil, tinchlan. Yo'q, shoshma. Hoy, bu meni do'stim Gil. Gil. U meni sinfdoshim. Gilni yeb bo'lmaydi, eshityapsanmi? Yeb bo'lmaydi. U yeyilmaydi. Shunday bo'lishi aniq edi. Kutilmagan holat. Bunisi zo'r bo'ldi-ku. Mostbet O'zbekistonning eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatdan o'tib, 3 million so'mga ega bo'ling. Menimcha, u uyg'onyapti, qara. Boshqa muammo chiqarmagan, xo'pmi? Shovqin ham qilma. Jim o'tir. Jim bo'l dedim senga. Hoy. Tinchlan, Gil. Yordam! Yordam! Yo'q, bunday Yordam bering! Yordam! Jim. Senga Jim bo'l dedim, Jim. Baqirmasang, juda yaxshi bo'lardi, tushunyapsanmi? Jim bo'l, ovozingni chiqarma. Yordam bering! Ey xudoyim, meni eshit. Iltimos, menga qara. Ana eshik, shunday chiqib ketasan. Iltimos, bir daqiqa hozir o'zing ko'rasan. Jim bo'l, iltimos, sabr qil. Meni eshityapsanmi? Juda yaxshi. Menga ishon. Ishon va meni kuzat. U hech narsa qilmaydi.
Buni ertaga qaytarib bersam bo'ladimi? O'zingda qolaversin. Iltimos, bu haqda hech kimga aytma. Uyimda maxluq borligini sen ham hech kimga aytib yurma. Iltimos, jiddiy aytyapman. Hech kimga aytmagin. Xo'p, Hushimdan ketib qolganimda tasmani olib qo'ymaganingga hayron qoldim to'g'risi. senga teginishni istamadim. Serio, nikomu nie mów. Faqat shular. Ha. Shunisi ham bo'ladi. Bu dadamniki. Juda kichkinaligimda menga qanday chalishni o'rgatganda qo'shiq ham kuylardi. Kel bugun birga o'ynaymiz. Shunga o'xshash. Dadam sen haqingda nima degan bo'larkin? Unga yoqqan bo'larding. Balki xato o'ylayotgandirman. Hammada bo'lib turadi-ku. Kimdir o'lsa, hamma u bilan birga o'tkazgan faqat yaxshi xotiralarni eslaydi. Xuddi hazillar kabi. Men ham xuddi shunday o'ylayapman. Juda ham kulgili-a? Yoki kalta kesagim dadamni boshiga chiqib olganida u doim atir sepib yurardi. Bu esa oyimga yoqmasdi. Lekin menga yoqardi. Yaxshi ko'rardim. Men bilan birga o'ynardi. Faqat men bilan. Har kuni. Reynining badbo'y narsalari derdi. Nimadir yeb olsang yaxshi bo'lardi. Uyda maxluqing bilan qolmaganingdan hayron qoldim. Oyim ishga ketgan. Uyda hech kim yo'q. Undan tashqari kimdir maktabga bormaganimni aytibdi. O'zi meni tashlab ketdi. O'sha ahmoq yigit kim ekan? Tanimaysanmi? Qalaysan? Kecha tunda tepaga qarab yotdim. Ko'zimga uyqu kelmadi. Fikringdan qayta olmaysan, Gil. Hech kimga og'iz ochmaslikka qasam ichgansan. Fikrimdan qaytmadim, ishon. Hech nima yemayapti dedingmi? Men senga hamma narsa berdim. Bugun maxluq bilan birga cho'lda ko'risha olamizmi? Gil, axir aytdim-ku, odamlar uni qidirishyapti deb. Janubda ko'rishsakchi, g'arb tomondan qidirishyapti deding-ku, Hellhole kanyonda. U qayerda? Yura davrini ko'rganmisan? Qaysi biri? Birinchi chiqqani bor-ku. Ha, T-Rexga ovqat berishni keragi yo'q deb o'ylayman. Balki u ov qilmoqchidir. ajoyib. Bor, ovqat yesangchi. Balki gapingga tushmayotgandir. Tushunadi. U o'g'il bolami? Menimcha, Yo'q, ayolmi, erkakmi, buni bilmayman. Buni keragi ham yo'q. xo'p mayli, menimcha Krok gapingga tushunmayapti. Krok, ovqat.
Jin ursin, o'ylaganimdan ham battar ekan. Ha, bildim. Qoyil. Oldin qayerda yashagansan? Nima? Seni ilgari maktabda ko'rmaganman. Bu yerga bir necha yil oldin ko'chib kelgansan-a? Ha, Bu yerda biror bir qarindoshing bormi? dadam bir necha yil oldin vafot etgan. Oyim esa boshqa yerda yashashni istab qoldi. Afsusdaman, kechir. Nima bo'lgan? Ovqatlanib bo'ldi shekilli. Qayerdan bilasan? Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib! Ajoyib gol! Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Rahmat og'ayni. Hammasi yaxshimi? Hamma gapingni tushunarmikan? Bilmadim. Ba'zida hamma gapimni tushunadi, ba'zida esa hech nimani tushunmasa kerak. Oxir u jonivor-ku. Hozir tushunmayaptimi? Nega so'rayapsan? Uni bir umr saqlab yura olmaysan. Kimgadir xabar berishing kerak. Xabar bermayman. Sen ham umid qilamanki, nimadir o'ylab topgan bo'lmagin tag'in. Rahmat. Bugun uchun. Ko'rdingmi? Xavotir olma degandim-ku. Eng so'nggi tarjima seriallar. Faqat Qayerda eding? TV ilovasida. O'zingizni qayg'urgandek ko'rsatmang. Qani o'tir. Men uxlamoqchiman. Sezmaydi deb o'ylaganmiding? Mashinamni titganingni bilaman. Qurolimni olganingni ham. Qurol qayerda? Qayerdaligini bilmayman. Kecha shu yerda edim. Ertalab kalitlarimni topganimdan keyin. Wow. Bum. Men qurolni cho'lda yo'qotib qo'ydim. Muammo nimada bilasanmi? Meni hurmat qilmaysan. Meni hurmat qilmaysanmi? Chunki mendan qo'rqmaysan. Qo'rquv bu hurmat. Dadam shunday deganda. Qo'rquv bu hurmat. Dadam sochimni olib qo'yardi. Ishonasanmi, shunga sochimga hech kim tegmasdi. Ketib qolganidan keyin sochim juda o'sib ketgandi. Juda ham o'sib ketgandi. 8 yoshda edim. 8 yoshda. Meni qo'liga ko'tarib olardi. Ha. Nima qilardi bilasanmi? O'tkir qaychilarni qo'liga olib, kesishni boshlardi. Sekin emas, xuddi jahli chiqqandek jahl bilan kesardi. Keyin esa qimirlay olmasdim. Umuman. Boshimdan qon oqib kela boshlaganida ham. Chunki uni hurmat qilardim. Chunki hurmat bu qo'rquv.
Senga shuni tushuntiryapman. Meni hurmat qil. Oyi, yo'q. Yo'q. Qo'yib yubor. Nima qilyapsan? Qo'yib yubor uni. Ahvoling yaxshimi? Bu zilzila edi xolos. Sen ahmoq ablah ekansan. Linda, Hammasi tugadi. Yo'qol. mayli tushundim. Ches hammasiga aybdor. Men yomonman, ketaman. Ketyapman. Kalitlarim qayerda edi? Uyimdan chiq dedim senga. Azizam. La'nati. Menga qaraganing yo'q. Daf bo'l, Linda. Mendan yaxshirog'ini topishdi. Senga omad tilayman. Senga ko'p ozor bermadimmi? Nima bo'ldi? Menga yaqinlashmang. Iltimos. Rene, Men sizga yaqinlashmang deb aytdim. Bas qil dedim senga. Bunday qilma, sezib qolishlari mumkin. Keyin nima bo'lishini bilasanmi? Nima qilyapman o'zi? Qayoqqadir ketyapsanmi? Ha, balki. Nima edi? Men Jonathan Keysman. Gaplashib olsak bo'ladimi? Men maktabga ketishim kerak edi, uzr. Bu xususiy mulk, shuning uchun agar sizda order bo'lmasa, Yeringda emasman. Yo'lda turibman. Xo'sh. onam bilan gaplashishingiz kerak emasmi? Qonun bo'yicha shunday, lekin senga aytadigan gapimni oying bilishini xohlamasding. Qurol janob Chase Duval nomiga registratsiya qilingan. Noto'g'ri joyga to'xtaganlik uchun to'lamagan jarimalar orqali topish qiyin bo'lmadi. Nega uni yoniga bormadingiz? U dadangmi? Familiyam Duvalmi? Dadang bo'lishi mumkin. Yo'q. U dadam emas. Unda kim u? U onamning sobiq yigiti edi. Sobiq. Sobiq bo'lsa kerak. Ochig'i bilmadim. Kechirasan. G'alati eshitildi shunga. O'yinchoq o'ynagani yoshingiz katta emasmi? Quroldagi barmoq izlarini ko'rib chiqdik.
Barmoq izlarini bir necha kun oldin tekshirganimizda undan Duel'na barmoq izi chiqmadi. Oddiy barmoq izidan bildingizmi? Undan shaxs kimligini aniqlaymiz. Barmoq izidagi biomolekulalar orqali bizga DNK ma'lumotlari keladi. Shu orqali aniqlaymiz. Giyohvand moddalar, alkogol va jinsni ham aniqlaymiz. Bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra izlar ayol kishiga tegishli. Qurolni olib qoyalar orasida mashq qilgani borgandim. Nima bu jinoyatmi? Aslida shunday, katta jinoyat. Omading bor ekan. Menga bu ishlaring umuman qizig'i yo'q. Sen bilan ko'p maydalashib o'tirishga vaqtim yo'q. Yosh, aqlli qizcha bo'lsang gaplarimni to'g'ri tushunib turibsan. Yosh qizaloq. Bu yerda sen tushunganingdan ko'ra ko'proq katta narsalar sodir bo'lyapti. Nima haqda gapirayotganini bilib turibsan. Senda esa menga kerakli narsa bor. Har kuni maktabga borasan, gapga quloq solasan va o'qiysan. Menga aytmoqchi bo'lgan gaping bo'lsa, o'zim seni topib olaman. Kelganimda esa order, qurollar va politsiya bilan kelaman, bilib qo'y. Maktabingga tashlab qo'yaymi? Shart emas, rahmat. Ha, yana bir narsa. Senga ziyon yetishini xohlamayman. Senga yordam berish niyatidaman. Lekin afsuski, qanday qarorga kelish butunlay o'zingning qo'lingda. Omon bo'l. Yana suv quvuri menimcha. Zilziladan bo'lgan bo'lsa kerak. Zilzila? Qanaqa zilzila? Kecha tunda. Sezmadingizmi? Kechasi qattiq uxlab qolganman. Ishga kechikyapman. O'zingiz eplaysizmi? Chekni tashlab yuboraman. Xudoyim o'zing asra, qilgan gunohlarimni o'zing kechir. Kecha uyga vazifani qildingizmi, bolalar? Qani kim? O'qib kelishni aytgan edim. Harbiy xarajatlarning o'sishi 1980-yillarda harbiy xarajatlar sezilarli darajada oshdi. Shu jumladan kuniga 5-4 marta moliyalashtirildi. Sport o'yinlariga qisqasiz, lekin pulingiz yo'qmi? Hoziroq Modbetdan bonus pullar orqali pullaringizni bir necha barobar ko'paytiring. Salom qizaloq. Chiqa qol. Oyi, o'zingizni o'zingiz eplay olmaysiz. Menga qanday qilib yordam bermoqchisiz tushunmayapman. Men uni boshqa ichmayapti deb o'ylagandim, to'g'risi. Nima, ichmayapman desa ishonib ketaverganmisiz? Nima bo'lgan sizga? Aqlingiz joyida emasmi? Rene. Boshimizga nima tushgan bo'lsa, hammasiga siz aybdorsiz, oyijon. Dadam ham vafot etdi. Siz nima qildingiz? Yordam oldingizmi? Doktorga ko'rindingizmi? Yo'q. Yo'q, hamma narsamizni yig'ishtirdingizda cho'lni o'rtasiga ko'chib keldingiz yoki yo'qmi? Bo'ldi, yetar, bas qil. Ish topolmaganimni o'zing juda yaxshi bilasan. Uy biz uchun qimmatlik qilgandi. Yo'q, dadamni eslatib turadigan biror narsani ham ko'rishni istamadingiz. Nafratlanardingiz ham. Dadam haqida ham gaplasha olmaymiz. Ismini ham tilga olmaysiz. Nega? Nima uchun, oyi? Nima uchun? Dadangning ismi David kim? Ko'rdingizmi? Shuning uchun siz bilan gaplasha olmaymiz. Negadir gaplasha olmaymiz.
Suvimiz buzilib qolibdi. Lut uzatib bermoqchi edi. U bilan bog'lana olmayapman. Keyin do'kondan suv sotib oldim. Uyga olib kirishda yordam bersang xursand bo'lardim. Oyi, Men borib yotaman. Kechga xohlagan narsangni ye. ey xudoyim. Nima? Yo'q. Nimalar qilib qo'yding? Nima qilib qo'yding? Oh, jarohatlandingmi? Xo'sh. Uni yeb qo'ydingmi? Butunlay-a? Yoki shunchaki qo'rqitib yubordingmi? Foydasi yo'q. Seni boshqa olib o'tira olmayman. Oyim boshqa ustani chaqiradi yoki o'zi pastga tushadi, keyin nima bo'ladi? Hech kimni xatarga qo'ya olmaymiz. Men jiddiy gapiryapman senga. Odamlarga ozor bera olmaymiz. Ozor bermaymiz. Salom Gil. Nimadir kerakmi? Menimcha ha. Hozirgina qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lib turgandim. Rostdanmi? Yo'q-e. Nahotki? Nega hayron qolding? Bilmadim, shunchaki haligi. Nima qilyapsan? Doimgi joyimizga kela olasanmi? Hozirmi? Ha, kela olasanmi? Ha, buvimni uxlashini kutyapman. Keyin o'ylab ko'rarman. Unda shoshilish kerak. Tezroq yurishimiz kerak. Bundan tez yura olmaysanmi? Ahvolingga qara. Yugur degandim-ku. Bo'la qolsang-chi, bo'l. Yugur! Yugur, bo'la qol. Chop! Bo'la qol, dangasa maxluqcha, bo'l. Bo'la qolsang-chi. Qoyil. Oyimni yigiti mashinasini tashlab ketdi. Qachon olib ketadi, bunisini bilmayman. Lekin katta mashina. Mashinada olib ketmoqchimisan? Ha. Mamlakatdagi eng katta qo'riqxonalardan bu cho'ldan ham ancha katta. Hech kim uni topa olmaydi. Yana Krokdan xavotir ham olmayman. Xullas shunaqa. U bilan ketasanmi? Ha? Xavfsizligini bilmagunimcha boraveraman. Bu ahmoqona fikrligini bilasanmi? Sendan so'ramayapman, shunchaki aytyapman xolos, tushundingmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Ishonchim komil. Ha, albatta. Oldimga bir odam keldi. Nima dedi? Maxluq odamlarni o'ldirar ekan. Ko'p odamlarni. U xavfli ekanligini aytdi. U adashibdi. Meni qo'rqitdi ham. Qanday qilib? Shu yerda tug'ilganman. Menga yaqin odamlar ham ko'p. Tushunyapsanmi? Unga nima deding?
Unga hech nima demadim. Yur. Ertalab qaytib kelamiz, xo'pmi? Xafa bo'lma. Shu yerda jim o'tir. Kimnidir ko'rsang, darrov qochgin. Faqat yugur. Jim o'tir dedim senga. Chodir? Ha, haligi avval benzin to'ldiraman, keyin chodir bilan senikiga boraman. Hoy, Gil. Haligi dadam haqida so'raganding. Ha, Eski uyimizda basseynimiz bor edi. Dadam sport bilan shug'ullanardi. Onam chiqib yiqilib tushganini ko'rdi. Basseynga tushayotganida sirpanib ketgan deyishdi. nega menga buni aytyapsan? Bilishingni xohladim xolos. Oyimga. Meni unutib yubormanglar, xo'pmi? Kalitlarimni sen olgan ekansan-da. Yo'q, yordam! Yo'q! Yordam! Yordam! Yo'q! Yo'q! Kalitlarimni olgan ekan. Linda, seni juda sevaman. Savolimga javob ber. Asilmedia.net taqdim etadi. Nega meni sevmaysan? Hech qachon meni sevmagansan. O'zi meni hech kim yaxshi ko'rmagan. Ehtiyotlik bilan sekinroq. Ichkari qism toza. Rene, qoch! Qoch, Rene! Tushunarli. Ular kanyonda, lekin hech qanaqa signal yo'q. Ularga ayt, hammasini yig'ishtirib B bo'limda kuchishsin. Xabar ber, o'zing ham o'sha yerda bo'l. Xo'pmi? Hammasiga sen aybdorsan. Meni sevmasligiga ham sen aybdorsan. Yo'q! To'xta! Bas qil! To'xta! Yo'q, yo'q, ketma! Krok! Ortingga qayt! Rene! Rene! Jin ursin. Uni o'ldirdingmi? Baribir tushunmaysan. Quroli bor edi. Meni shundoq ham o'ldirmoqchi edi. Sen tushunmayapsan, krok maxluq, Rene.
Eng Tamam. sevimli tarjima filmlar makoni. Tamom bo'ldi. Tasmani olib keldingmi? Tezroq qimirlab bo'la qol. Gapimni eshitmadingmi? Krok meni hayotimni qutqardi. Unga yordam berishim kerak. Yo'q, to'xta. Quloq sol, gapimni eshit. Unga yordam bera olmaysan, tushundingmi? Endi kech uni tutishadi. Nima demoqchisan? Tutadi deysanmi? Senga ishongandim. Bilaman, shuning uchun oldinga o'zim aytgani keldim. Hammadan oldin men Senga ishongandim, Tonka. boshqa ilojim yo'q edi. Buvim bilan menga tazyiq o'tkazishdi. Baqir-chaqirni yomon ko'raman, lekin gapi rost. Boshqa chorasi qolmaganda senga aytgandim, Rene. Yomon odam bo'lishni istamayman. Kechir, bilmagandim, to'g'risi. Unga yaqinlashma. Meni kechir. Tur. Iltimos, unga nima qilasiz? Bechora boladan ko'p foydalanding. Oyim qayerda? Oying ichkarida, xavfsizlikda, odamlarim bilan o'tiribdi. So'roq qilyapmiz. Endi kech. U qochib ketgan, hech qachon topolmaysiz. Brown. Nima gap? Bog'langanmi? Biz ko'rgan travma signali. Tayyormisan? Juda afsusdaman. Ozor berishni xohlamagandim. Nima qilmoqchisiz? Nima qilmoqchisiz? Tezroq kela qol. Ana u. Yo'q, unday qilmang, iltimos, yo'q. Unga tegmanglar. Og'riyapti. Uni o'ldiryapsiz. Meni o'ldiryapsiz. Yo'q, yo'q, to'xtating. Ha, bilaman. Xo'p. Xo'p. Ha. Bu yer mening hududim. Bunday holat bo'lmagan. Aha. Ha, aniq eshityapman. Janob kalitlarni berganman. Hududni tekshirish uchun order olishgan. Ha. Qancha vaqt ushlab turadi? Texnik jihozlar joyida. 1 soatda kelishadi, qizcha. Ahvoli yaxshi joyda. Ajoyib. Onasi bilan o'zingiz gaplasha olasizmi, Brown? Gapimni tushunmayapti. Mayli. Qo'ling yaxshimi? Uni o'ldirdingizmi? Yo'q, lekin qo'limizda. Endi hech kimga ozor bera olmaydi. Yaxshi qilmading. Meni ushlab tura olmaysiz. Qonunga qarshi huquqlarim bor.
Huquqlaring bor, balki yo'qdir. Balki sen odamlarga xavf tug'dirayotgandirsan. Noqonuniymi bu? Bunga qanaqa qonun bor ekan, a? Hayronman. Rasmiy hech qayerda yozilmagan, lekin Rene, shuni bilginki, senda juda xavfli qurol bor. Bu esa yomon. Juda yomon. Undan nafratlanasiz. Uni yomon deb o'ylaysiz. Aslida u unday emas. Uni yaxshi bilmaysiz. Qandayligini o'zing ayt-chi. Qanday u? U meni do'stim. Boshqachaman deb o'ylaysan. Uni sen topganing uchun o'zingni boshqacha hisoblaysan. Lekin adashasan, unaqalardan hali juda ko'p. Nima dedingiz? Tashqarida kutib tur, iltimos. Sizga ishonmayman. Aldayapsiz. Maktabda bundaylarning tarixini o'rganganman. Bundan 800 yil muqaddam Yaponiyada Koyata Suji ismli qahrli, shafqatsiz yo'lboshchi yashagan. Kichik guruhlari bilan katta shaharlarni egallagan, juda katta shaharlarni. Hukmronligining 40 yili mobaynida biror marta ham mag'lub bo'lmagan. Qanday deysanmi? Cho'chqalar sababli. Cho'chqalar aqlli bo'lgani uchun Suji shaharlarni bemalol bosib olish uchun oddiy bir cho'chqani ishga soladi. U shaharni tekshirish uchun yurishni o'rgatadi. Cho'chqa semiz va baxtiyor bo'lib qaytib kelsa, demak, u odamlarni yuvosh, halol, oson yengiladigan odamlar ekanligini bilib olardi. Bordi-yu, cho'chqa bir ahvolda qaytib kelsa yoki umuman qaytib kelmasa, u devor ortidagi odamlarning yovuz ekanligini bilardi va shahariga tegmasdi. Ortiga qaytardi. Sen do'stim deb atagan o'sha maxluq ham shu cho'chqalardan. Ular bizdan ancha aqlli mavjudotlar tomonidan yaratilgan, maqsadli ravishda o'ldirish uchun mo'ljallangan biologik mashinalardir. Fikrimizcha, ular hozirda bu yerda razvedkachi vazifasini bajaryapti. Va kelajakda bizni ham yo'q qilishi mumkin. Keyin bizni bosib olishadi. O'zga sayyoraliklar bizni o'ldirib yerni qo'lga olishni istashadi. Hammasi meni qo'limda bo'lganida ularni mayda-mayda bo'laklarga bo'lib tashlagan bo'lardim. Bizga qilishlari mumkin bo'lgan zulmlari uchun. Shuncha aytgan gaplarimdan keyin ham oldimda o'tirib o'sha maxluqni do'stim deb ayta olasanmi? Xo'sh, gapirchi. Aldayapsiz. Uni topib olmadim. U meni topdi. Unga bog'langansan. Bu hozirgacha biz ko'rgan eng katta bog'liqlik, Rene. Seni o'rganishimizga rozi bo'lishingni xohlardim, qarshilik qilmasdan. Iltimos sendan. Bizni ham tushun. Nega? Ularni qiynoqsiz o'ldirish uchun. Agar rozi bo'lmasam-chi? Depressiyaga tushgan onangni derazasiz kichkinagina bir xonaga qamaymiz. Bizga kerakli ma'lumotlarni sendan olganimizdan keyin esa hayotingni do'zaxga aylantirishga o'zim javobgar bo'laman, va'da beraman. Shuni xohlaysan. O'zbekistondagi eng birinchi bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'mga ega bo'ling. Nima dedingiz? Rozi bo'lmasa nima bo'lishini aytdim. Keyinchi yuqoridagilar ishni tinch hal bo'lishini xohlashadi. Kerakli ma'lumotni olib, ularni qo'yib yuboramiz. Direktorlarga buni qizig'i yo'q, chunki ular bu haqda xabar topishmaydi. Ishni hal qilamiz. Bunaqasi ketmaydi. Shu yo'lni tutmasak boshqasi bo'lmaydi. Borib onasini olib kel. Qizaloqqa gapirishida yordam beramiz. Birgalikda. Ha, janob. Ahvoling yaxshimi? Afsusdaman. Meni kechir. Hammasini aytib berishdi.
Ishonish qiyin. Qizim, nima bo'lyapti? Ko'p narsa bo'lyapti. Men buni topgandim. O'qidingizmi? Bilasanmi? Yo'q, oyi. O'ylamay yozgandim hammasini. Hech qaysisi haqiqat emas. Meni kechirishingni istayman, eshityapsanmi? Ha? Rostdanmi? Barcha aytgan gaplaring haqiqat edi. Haqsan. Chase. Hatto otang haqida ham haq eding. Mehribon qizaloqsan. Xuddi otangga o'xshab. Buni aslo unutma. Hech qachon. Rovan xonim. Xo'sh, endi nima? Unga 5 daqiqa beramiz. Keyin nima bo'lishini hal qilamiz. Kro, qayerdasan? Eng so'nggi tarjima filmlarni o'zbek tilida ko'rmoqchimisiz? Unda hoziroq yangi TV ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab oling. Ey Xudoyim. U shu yerda. Jin ursin. Tayyor turing, tayyor. Endi foydasi yo'q. Menga qara. Nima qilib qo'yding? Ushla.
Uni o'ldirma. Film Sen maxluq emassan. dan yuklab olindi. Sen meni do'stimsan. Yur, bu yerdan ketamiz. Yura qol, yura qol. Qo'riqxonagacha ancha uzoq. Ungacha sen jim o'tirgin. Bo'la qol, chiq. Chiqa qol. Bo'la qol. Rey, ehtiyot bo'l. Ey xudoyim, yo'q, yo'q, yo'q. Egil. Uni o'ldirmang, iltimos. Ehtiyot bo'l. Egil. Boshingni yek. Egilsang-chi tezroq. Oh, yo'q, yo'q. Yo'q. Yo'q, yo'q. 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 Tur o'rningdan. Tur o'rningdan, iltimos, o'rningdan tur. Yo'q. 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 Iltimos. Iltimos. Oyi. Oyijon. Film asilmedia.net saytidan yuklab olindi. The evening sun is shining.
Uni qayerdan topdinglar? New Mexico'dan. New Mexico'dan. Juda uzoq joy. Mayli, operatsiyani boshlaymiz. Ishga kirishdik.